Maşallah, barakasini bersin. Joning sog' bo'lgur. Bu qanday zot aka-ukalar? Galishdan Fresmi, rossiyskiymi, cho'lda pyostrami? Kommentariyada fikr mulohazalaringizni yozib ketishlarini so'rayman. Batafsil ma'lumotni egalaridan olamiz. Maşallah, barchalarga nasib qilsin. Akalar, sigirga baho berasizlar. Kommentariyada fikr mulohazalaringizni qoldirasizlar. Barchalarga mana shunaqalar chiroylilardan boqish nasib qilsin. Joning sog' bo'lsin. Shunchalik boqqanga rahmat. Mental aka. Bolasi bu qancha ekan? Ovozcha ekan. Nechinchi bolasi ustobi? Birinchi bola. Mana so'zkalari ham zo'r. O'zidan ko'rib baho berasizlar. O'ta gigant bola ekan mana shunisi. Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Aziz obunachilar. Nomerlarda olamiz. Ishqibozlar orqaga chiqib o'rasizlar. Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasida joylashgan chorva bozoridamiz. Sigirlar qatoridamiz. Aka-ukalar, Yangi Qo'rg'on bozori sigirlarning nomer adillari kiradi. Shularning ma'lumotlarini sizlarga to'liq obzorni qilib berishga harakat qilamiz. Videomizda kamchilik va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. 22-mart haftaning yakshanba kuni dam olish kuni barchalarga maroqli o'tsin deb video syomkalarini boshladik. Realniy savdolardan, chiroyli sifatlilardan sizlarga to'liq ma'lumotlarni beramiz. Shunday ekan, bizdan yiroqlashmang. Video syomkalarini boshladik. Videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Boshlanishiga Galishten Fres xonajin sigirimiz. Bo'ylari 1.40 atrofida, bolasi novvosi ekan mana. O'zidan ko'rib baho berasizlar. To'liq ma'lumotlarni egalaridan olamiz hozir. Xo'p, aka-ukalar, 45 million so'm baho etishyapti ekan. Bolasi buqacha 37 million so'm savdo bo'libdi. Kelajagi zo'r sigir. Suti ham bir anchaga o'xshayapti, yelinlari zo'r ekan. Aka, nechta sutga berasiz buni? 30 taga. Maşallah, barchalarga nasib qilsin, qadrli obunachilar. 30 litr sutga beraman deyapti. Bolasi buqacha. Aka, birinchi bolami, ikkinchimi? Uchinchisimi? Nomer qoldiraylikmi? Nechilik? 93lik. 93lik. 122. 90-95 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Aziz obunachilar, navbatdagi sigirimiz savdo bo'lyapti. 40 million so'm. Barakasini bersin. Bolasi buqacha ekan. Chiroyli sifatlilaridan. Savdo jarayonidan. Bolasi xonajin ekan. 40 million so'm savdo bo'lyapti. Barakasini bersin. Aziz obunachilar, navbatdagi sigirimiz 45 million savdo bo'ldimi? Realniy savdosi 45 million so'm bo'ldi. Birinchi bola ekan, bolasi buqacha. Bolasining bo'ylari 1 metr chiqib qoladi. O'ta sifatlaridan. Galishten ekanda bu, Galishten Fres. Galishten Fres. Maşallah, barchalarga nasib qilsin. 45 million savdosi bo'pti, berishmabdi. Aka, nomer qoldirib ketay ishqibozlarga. 93lik 045 0703 nomerga aloqaga chiqsalar, batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, qadrli tomoshabinlar, sementalni nomer adilar. O'ta yerga yaqin, eni ham bir 60 sm kelsa kerak, orqasi eni. Chempionidan. Aka, bolasi buqami? Bola xonajin ekan, zotga. O'zidan ko'rib baho berasizlar. Aka, suti nechta buni? Endi Sinalgan yo'q hali. Bolasi xonajin ekan. Qancha baho aytyapsiz? 90 million so'm kami bor ekan. Savdo bo'ldimi? 75 million. Birinchi bolasimi, ikkimi? Uchinchi bola. Barchalarga mana shunaqalarni olib boqish nasib qilsin. Aka, nomer qoldirib ketak. 91lik 699 52 20 nomerga aloqaga chiqsalar,
batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Mashalloh, barchalarga nasib qilsin. Akalar, sigirga baho berasizlar. Kommentariyada fikr mulohazalarni qoldiraverasizlar. Barchalarga mana shunaqalar chiroylilardan boqish nasib qilsin. Joning sog' bo'lsin. Shunchalik boqqanga rahmat. Semental aka. Qadrli obunachilar, navbatdagi semental sigirimiz. Bo'ylari 1.40-35 atrofida. Bolasini uvasimi, xonajimmi? Uvascha. Birinchi bola. Nech pul deyapsiz? 50 million kami bor. Nechta sutga berasizlar buni? Sinalgan yo'q, yangi tug'ilibdi bolasi. Qancha qildi bozor? Jazmani hali bo'lgan yo'q ekan. Lekin zo'r mol ekan. Rosa ro'zg'orbob. Nomer qoldiraylikmi? Ishqibozlarga nomer. 93lik 647 86 00 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Aziz obunachilar, navbatdagi sigirimizda bolasi buqacha ekan. Ovoscha ekan. Nechinchi bolasi ustobi? Birinchi bola. Mana so'skalari ham zo'r. Sal totib yuboringchi. O'zdan ko'rib baho berasizlar, mashalloh. Barchalarga nasib qilsin. 37 million baho aytyapsizmi? 37 million baho aytishyapti ekan. Realni savdosi qancha bo'ldi ustobi? 32 million so'mga berishmabdi. Bo'ylari 1.35 atrofida. Zo'r, mashalloh, barakasini bersin. Ustobi, ishqibozlarga nomer aytib keting. Nomer 92 92lik 144 3172 nomeriga aloqaga chiqib batafsil ma'lumot egalaridan olishlaringiz mumkin. Barchalarga rahmat, salomat bo'linglar. Mana akalar, navbatdagi sigirimiz. Bolasi buqacha ekan. Bo'ylari 1.35 1.40 atrofida. Shularni ma'lumotini qo'ldan kelgancha egasidan olishga harakat qilamiz. 45 million so'm baho aytishyapti ekan. Qancha qildi aka bozor? 36 million. Birinchi bolasi, ikkinchisi 36 million so'm savdo qilishibdi. Bizdan ko'rib baho berasizlar. O'ta gigant sigir. Ikkinchi bolasiga bola buqacha ekan. Nomerlarni qoldirib ketamiz, ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Aka, nomer aytib keting ishqibozlarga. 91lik 684 16 17 nomeriga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotni egalaridan olishlaringiz mumkin. Mashalloh, barakasini bersin. Joning sog' bo'lgin. Bu qanday zot aka-ukalar? Galishdan Freysmi, rossiyskiymi, chorni pyostrami? Kommentariyada fikr mulohazalaringizni yozib ketishlarini so'rayman. Batafsil ma'lumotni egalaridan olamiz. Molimiz o'ta gigant, bo'ylari 1.5 metr atrofida. 1.5 metr plus. Barchalarga mana shunaqa chiroyli sifatlilardan boqish nasib qilsin. Yangi Qo'rg'on Chorva bozori nomer 1. Aka, bolasi buqami? Xunajin ekan. Nechinchi bola? Birinchi bolaga bola xunajin ekan. Sutini soqqanlar yo'qmi hali? 15 litr sog'ib olyapmiz deyapti. Bolasi emib yuribdi qolganini. Birinchi bola aka? Birinchi bolaga mashalloh, barakasini bersin. Narx qancha deyapsiz aka buni? 75 million so'm kami bor ekan. Bozor qancha qildi? Endi bo'ladi, savdo qilishgan yo'qman. Ishqibozlarga nomer aytib keting aka. 93lik 93lik 774 78 77 aloqaga chiqaverasizlar. Joning sog' bo'lgin. O'ta sifatli gigantidan boqaman degan obunachilarimizga videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar, o'ta sifatli sigirlar chiqqan. Mazaqli videoni ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Barchalarga rahmat. Aziz obunachilar, navbatdagi sigirimiz bolasi buqami xunajimmi? Bola xunajin, shvet ekan-a? Shvet urib qo'yilgan ekanda. 40 million baho aytyapsizmi? Nechta sutga berasiz? 15 ta sutga beramiz. Korobkalar butun chiroyli variantidan 40 million so'm baho aytishyapti. 15 ta sutga olishaversin deyapti.
bolasi Xunojin. Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Birinchi bola ekan aka? 2 kurak bo'libdi, birinchi bola. Aka nomer qoldirib ketay ishqibozlarga. 94lik. Ha? 007 007 991 1991 nomerga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Barchalarga rahmat. Aziz obunachilar, navbatdagi o'zimizni jaydari sigirimiz. Bo'ylari 1.25 atrofida, bolasi buqa ekan. Shoxlarini kuydirib qo'yibdi mana. Aka, nechinchi bola bu? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Nech pul narx aytyapsiz? 36 million. 36 million so'm narx aytishyapti ekan. Ikkinchi bola, bolasi buqa. O'zdan ko'rib baho berasizlar. O'zimizni jaydari sigirimiz. 37 million so'm savdo qilishibdi. Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Aka, ishqibozlarga nomer aytib qoldirib ketak. Shart emasmi? Bozoringiz bersin. Sigirimiz sotilibdi. Aka, qancha bo'ldi bu? Qancha? 30 million so'm bo'libdi. Barakasiz bersin. Xonojillarda